Avvalroq taniqli xonanda Aziza Niyozmetova og'ir xastalik sabab 46 yoshida olamdan o'tgani haqida xabar bergan edik. Qalampir.uz aniqlagan ma'lumotlarga qaraganda, Aziza Niyozmetova bugun tushdan keyin o'zi tug'ilib o'sgan Xorazmga dafn etiladi. Aziza Niyozmetova joriy yil boshida o'pka saratoni xastaligiga chalingan edi. Yanvar oylarida alomatlari ko'ringan kasallik ortidan Hindistongacha borgani, biroq shifokorlar davo topa olmagani haqidagi gaplar yetib keldi bizga. Niyozmetova 2017-yil 45 yoshni qarshilaganda 4-farzandini dunyoga keltirgan edi. U 6 bolaga onalik qildi. Umrining so'nggi yillarida yana 2 norasidani o'z oilasi bag'riga olib, ularga onalik qilgan. Xonanda oxirgi 2-3 oyda yaqin do'stlariga ham ko'rinish bermagan. San'atkor do'stlari uning Xorazmga qaytib ketganidan ham bexabarligini, Niyozmetova telefonlarga javob bermaganini aytishmoqda. Kanalimiz ijodkorlari nomidan Aziza Niyozmetovaning oila a'zolari va yaqinlariga hamdardlik bildiramiz.